Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji hoji onalarimiz mana Makka-i Mukarrama ziyoratini mana boshlayapmiz. Alloh taolo bizni oson qilsin. Hojilarimizni hammalarini qiladigan ziyoratlarini, duolarini, ibodatlarini bizni qabul qilsin. Mana hammalari Makka-i Mukarrama ziyoratiga chiqishyapti. Ayollar arqaga, erkaklar oldiga. Qo'cha kalasini oldiga, ayollar arqaga. Ayollar arqaga. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibati lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Hurmatli hoji otalar, hoji onalar, ana yana bugun bir ulug' ibodatga chiqyapmiz. Makka-i Mukarrama ziyoratiga. O'z oti bilan mukarram bo'lgan bu ulug' aziz mana Makka-i Mukarrama ziyoratini mana birgalikda boshlayapmiz. Bir duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor olam, mana qiladigan ziyoratlarimizni o'zing qabul qilgin. Mana bu joylardan hammalarimiz bir namoyi amallarimizga ulkan ajrlarni olib qaytishda Alloh taolo o'zing hammalarimizga nasib ro'za aylagin. Bu safarlarimizni o'zing xayr qilgin. Bu safarlarimizni o'zingga tavakkal qildik. Bismillahi tavakkaltu alalloh. La havla va la quvvata illa billah. Ve sallallahu teala ala khayr halqi Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain bi rahmetike ya erhamer rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji onalarimiz, hoji akalarimiz bilan birgalikda Arafat maydoniga kirib keldik. Alloh taolo hamma qiladigan duolarini, ziyoratlarini Alloh taolo qabul qilsin. Alloh taolo qabul qilsin hammalari. Mana hammalari muhabbat bilan Arafat hududiga kirib keldilar. Jadinya agak miring ini.
Mana bu tog' rahmat tog'i bo'ladi. Bu rahmat tog'ida hammalaring bilasizlar, odam ato bilan momo havoni Alloh taolo yaratgandan keyin jannatda nima qildi? Yashashdi. Jannatda yashashganda Alloh taolo aytadiki, mana shu jannatdagi hamma yo'q sizlarniki. Mana shu hamma yo'q sizlarniki. Mana shu yerda maza qilib yashanglar. Lekin ilomani bitta daraxtni mevasini yeb qo'ymanglar deydi. Hammalar o'qigansizlar, eshitgansizlar. Ana shu daraxtni mevasini yeb qo'ymanglar deb odam ato bilan momo havoga Alloh taolo aytadi. Shunda odam ato bilan momo havo onamiz nima qilishadi? Yemadigan o'sha daraxtni mevasini shayton alayhinara nima deydi? Baribir nimaga keltirib turib, haligi daraxtni mevasini yeb qo'yishadi. Yeb qo'ygandan keyin ana keyin nima bo'ladi? Jannatdan hammalari yer yuziga tushiriladi. O'sha hammalaring o'qigansizlar, odam ato bilan momo havo onamizni jannatdan Alloh taolo yer yuziga tushirishadi. Tushirgandan keyin endi bir rivoyatda aytishadi, odam atoni mana Hindiston tomonlar boru, shu tomonga tushirilgan. Momo havoni mana bu Jidda tomonlar boru, shu tomonga tushirilgan deydi. Endi uni Allohning o'zi biladi. Allohning o'zi biladi qayerga tushirishganini. Ana shu odam ato bilan momo havo onamiz 300 yil. Bitta rivoyatda 300 yil deydi, bitta rivoyatda 200 yil deydi. Bir-birlarini oqtaradi, yurishib bir-birlarini oqtarishadi. 300 yil bir-birlarini oqtarib, oxiri nima qilishadi? Mana shu sizni biz ko'rib turgan rahmat tog'ida, u ana shu joyda bir-birlar bilan uchrashadi. Ular nima qilsa Allohdan istig'for aytib, gunohlarini so'rashadi. Biz kechiring endi, biz bir bilmasdan ana shu yemadigan daraxtni mevasini yeb qo'ydik. Kechirim 300 yil kechirim, Allohdan kechirim so'rab istig'for aytib, gunohlari kechirilib, mana shu joyda sizni biz ko'rib turgan rahmat tog'ida odam ato bilan momo havo onamizni gunohlari kechirilib, mana shu yerda uchrashadi. Ana keyin yana nima? Hayot boshlanadi. Shuning uchun mana bu biz kelgan rahmat tog'i bir ulug' joy, aziz joy. Odam ato bilan momo havo onamizni gunohlari kechirilgan. Shuning uchun hojilar qiladi bu yerda. Shuning uchun yetkizdi. Biz ham astoydil istig'for aytib, shu joylarda gunohlardan hammamiz Alloh taolodan kechirim bilan rahmat tog'iga, Jabalur Rahmaga yetib keldik. Mana hammalari biz Arafot maydonidagi mana rahmat tog'iga yetib kelishdi hammalari. Ayo bapak-bapak dulu sebentar. Sebentar bapak-bapak dulu. Kalau kiri saya kembalinya. Oh begitu. Sudah dipotong semuanya. Saya foto usia 20 tahun itu gimana? Alloh taolo sizni bizni nasib qilib muborak Arafot maydoniga yetkazdi. Arafot maydonidagi sizni biz ko'rib turgan rahmat tog'i. Jabalur Rahmat. Jabalur degani tog' degani. Rahmat degani rahmat tog'i. Rahmat tog'i. Shuning Jabalur Rahmat deydi. Mana shu sizni biz turgan mana bu tog' rahmat tog'i bo'ladi. Bu rahmat tog'ida hammalaring bilasizlar, odam ato bilan momo havoni Alloh taolo jannatda nima qildi? Yashash. Jannatda yashashganda Alloh taolo aytadiki, mana shu jannatdagi hamma yo'q sizlarni. Mana shu hamma yo'q sizlarni. Mana shu yerda maza qilib yashanglar. Lekin illa mana bitta daraxt bor. Bu daraxtni mevasini yeb qo'ymanglar deydi. Hammalar o'qigansizlar, eshitgansizlar. Ana shu daraxtni mevasini yeb qo'ymanglar deb odam ato bilan momo havoga Alloh taolo aytadi. Shunda odam ato bilan momo havo
onamiz nima qilishadi? Yemadigan o'sha daraxtning mevasini shayton alahinara nima deydi? Baribir nimaga keltirib turib, haligi daraxtning mevasini yeb qo'yishadi. Yeb qo'ygandan keyin ana keyin nima bo'ladi? Jannatdan hammalari yer yuziga tushiriladi. O'qigansizlar, odam ota bilan momo Havo onamizni jannatdan Alloh taolo yer yuziga tushirdi. Tushirgandan keyin endi bir rivoyatda aytishadi, odam atoni mana Hindiston tomonlar boru, ash tomonga tushirilgan. Momo Havoni mana bu Tibet tomonlar boru, ash tomonga tushirilgan dedi. Endi uni Allohning o'zi biladi. Allohning o'zi biladi qancha tushirganini. Ana shu odam ato bilan momo Havo onamiz 300 yil. Rivoyatda 200 yil deydi, rivoyatda 200 yil. Bir-birlarini oqtaradi, yurishib bir-birlarini oqtaradi. 300 yil bir-birlarini oqtarib, oxiri nima qilishadi? Mana shu sizni biz ko'rib turgan rahmat bog'ida, u ana shu joyda bir-birlarini uchrashadi. Ular bilan birga Allohdan iymon aytib, gunohlarni so'rashadi. Kechiring endi biz bir bilmasdan ana shu yemadigan daraxtni yeb qo'ydik. Kechirim 300 yil kechirim, Allohdan kechirim so'rab iymon aytib, gunohlari kechirilib, mana shu joyda sizni biz ko'rib turgan rahmat tog'ida odam ato bilan momo Havo onamizning gunohlarini hayot boshlanadi. Shuning uchun ana bu biz kelgan rahmat tog'i bir ulug' joy, aziz joy. Odam ato bilan momo Havo onamizning gunohlari kechirilgan. Shuning uchun hojilar ham hammasi nima qiladi desa, gunohlarini kechirish so'raydi. Shuning uchun Alloh taolo sizni bizni nima qildi? Yetkazdi. Mana shu ulug' joylarga yetkazdi. Sizdan astoydil istig'for aytaman, shu joylarda gunohlardan hammamiz Alloh taolodan kechirim so'raymiz.